Aziz do'stlar, 1600 dollarga bitgan obyektga bitta baho berib qo'ylar. Barchangizga assalomu alaykum. Bugun bizlar mana 200 kvadratlik obyektga kelamiz. Usta akamiz Shohruh aka tomonidan mana shu chiroyli holatda bu obyektimiz bitkazilibdi. Hovli juda ham katta, lekin chiroyli qilib har xil fasonlarda urib berganlar. Bu risonlikka necha baho aziz do'stlar koridor qilib beribdilar. Juda ham chiroyli chiqqan. Uzun koridordek ko'rinyapti. O'zi aslida bu tekis devor. Obyektimizni ko'rishlaringiz mumkin. Kattagina aziz do'stlar, почти 2 haftaga yaqin bitkazib berdik deyaptilar bu obyektimizni. Ko'rib turayotganingizdek juda ham chiroyli holatda bitgan. Va summasi juda ham zo'r bitgan. 1600 dollarga hamma narsa ichida, usta haqqi, material hamma narsasi ichida. Bundan tashqari bu tomonlarga bitta baho beriladi. Ikkita arka tayyorlab, arkani ichini mana shu chiroyli rombiklargacha qilib beribdilar. Juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, endi qaranglar, eshik deraza girdiga yana ekonomичный bo'lgan. Penoplastiyaga yopishtirish ham shart emas. Traventinni o'zidan chiroyli qilib bitkazib beribdilar. Qaranglar. Kvadrat metrlarga kelsak 7 dollardan boshlanar ekan, to 10 dollargacha. Bu hovlimizni 1 kvadrat metri 8 dollardan bo'lgan. Общий summasi 1600 dollar bo'lyapti. Qaranglar, hali yana ham risonliklar qilib, tovuslargacha chizib berganlar. Usta akamiz tomonidan bonuslar, mana shu risonliklar bonusga, lisalar bonusga azizlar va chiroyli qilib sizlarning hovlaringizni bitkazib beradilar. Aloqaga chiqinglar, Tojikiston, Qirg'iziston 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatar ekanlar. Tezda telefon qilamiz. Chiroyli holatda fasad qismingizni bitkazib olsalaringiz bo'ladi.